2025-yilning mart oyida korrupsion jinoyatda ayblanib ishdan bo'shatilgan, hozirda firibgarlikda gumon qilinayotgan va Interpolga qidiruvga berilgan migratsiya agentligining sobiq xodimi Azizbek Toshtemirovga bog'liq Koreya ishi bo'yicha korrupsion holatlarga agentlik rahbari Behzod Musayevning ham bevosita aloqasi borligi haqida ma'lumotlar tarqalmoqda. Koreya 24 soat deb nomlangan Telegram kanaliga migratsiya agentligi rahbariga tegishli ekani aytilgan audio va yozishmalardan olingan suratlar joylab borilmoqda. Unda Behzod Musayev qimmatbaho sovg'alar, davlat hisobidan $150,000 mashina, premium do'konlardan xarid qilinadigan go'sht mahsulotlari talab qilingani haqida jiddiy ayblovlar ilgari surilgan. Azizbek Toshtemirov o'z kanalida barcha holatlar bo'yicha faktlar yetarli ekanini, huquqni muhofaza qilish organlariga taqdim etishga tayyorligini bildirgan. Interpol qidiruvda bo'lgan Azizbek Toshtemirovning 17-iyun kuni e'lon qilingan postiga ko'ra, u Koreyada ishlayotgan paytida undan Behzod Musayev uchun har 2 haftada 10 kilogramdan qimmatbaho Wagyu go'shti yuborib turish talab qilingan. U gapiga isbot sifatida migratsiya agentligining rahbari Behzod Musayevga tegishli ekani aytilgan audioni ilova qilgan. Davay, ketguninggacha olib ket bu sumkani. To'ldirib, mramirni go'sht bilan olib kelasan. Mana bu boshqa gap. Qolaversa, Azizbek Toshtemirov tez-tez spirtli ichimliklar, kosmetika mahsulotlari va hatto biz efirda ayta olmaydigan dori vositalar yuborish so'ralgani aks etgan skrinshotlarni ham e'lon qilgan. Behzod Musayev soliqchi bo'lgan-ku, soliq solish qonida bor. Mening bo'ynimga solingan soliqlar ham kundan kunga ortib bordi. Men topgan oyligimga Musayev va uning oilasi uchun eng qimmatbaho koreys kosmetikalaridan tortib, zubnoy pastayu, hatto vlajniy salfetkagacha yuborishim kerak edi. Sobiq xodim go'sht mahsulotlarini premium do'konlardan sotib olgani, ba'zan u bunday mahsulotlarga maoshi yetmay boshqa xodimlar bilan pul yig'ishga majbur bo'lganini ham yozgan. Azizbek Toshtemirov 4-fakt sifatida kanaliga joylagan postida Koreyadan maxsus tuning qilingan Hyundai Palisade avtomobilini yuborish talab qilinganini yozdi. Talablar borgan sari ortib bordi. Bir kuni Musayev mashinada o'tirsa beli og'rib ketayotganini aytib, Koreyadan maxsus yotib ketishga mo'ljallangan, ya'ni tuning qilingan divanga ega Hyundai Palisade mashinasini yuborishimni buyurdi. Mashinani izladik, topdik ham. Ammo to'lovga kelganda o'zing amalla degan javobni oldim. Toshtemirov bunday pul yo'qligini aytganida Musayev unga vakolatxona uchun mablag' so'rab rasmiy xat yozishni buyurganini ham keltirib o'tgan. Menda buncha pul yo'qligini aytganimda vakolatxona uchun mablag' so'rab rasmiy xat yozishimni buyurdi. Byudjetda $150,000 pul bor. Senga yuboraman, yechib olib mashinani menga yuborasan deb aytdi. Soliq va turli vazir lavozimlarida ishlaganligi uchun davlatni pulini qanday abnal qilishni yaxshi biladi axir janob Musayev. Avvalroq tashqi mehnat migratsiyasi va xususiy bandlik agentliklari sobiq mansabdor shaxslar tomonidan amalga oshirilgan korrupsion sxema aniqlangani, ular 600 dan ortiq odamdan $90 million olgani fosh qilingani ma'lum bo'lgandi. Azizbek Toshtemirovning iddao qilishicha, bu jinoyatga ham Musayev aloqador. Ayni paytda Koreyaga ishlash uchun ketgan fuqarolarning kim orqali, qancha pul evaziga ketganligi tekshirilmoqdami? Xo'sh, nima sababdan Musayevning shaxsan topshirig'i ortidan Koreyaga ketganlar bilan hech kim qiziqmayapti? Bunday topshiriqlarning son sanog'i yo'q. Qay biridan qanchadan olgani noma'lum. Lekin hoynahoy $90 million Musayevning uyidan chiqsa ajab emas. Azizbek Toshtemirov agentlikning sobiq rahbari Afzal Ermatovga aloqador noqonuniy harakatlarga ham to'xtalib o'tgan. Afzal Ermatov aynan 2022-yili Koreyaning O'zbekistondagi vakili janob Kvondan imtihonlarni soxtalashtirishga imkoniyat yaratishni talab qiladi. Koreyalik rasmiy vakil bundan bosh tortadi albatta. Bundan jahli chiqqan Ermatov hali seni yo'q qilaman deya ishga kirishdi. Shaxsan meni tarjimonligim ostida o'tgan Koreya inson resurslarini rivojlantirish xizmati rahbarlari bilan uchrashuvda u vakilning ustidan tuhmat so'zlar bilan shikoyat qilib, uni almashtirishni talab qildi. Koreya tomon vaziyat bo'yicha rasmiy xat so'ragani uchun boshqa davlatning diplomati ustidan podstava xat yozib murojaat qildi. 20-iyun kuni migratsiya agentligi shov-shuvli holat bo'yicha rasmiy munosabat bildirdi. Unda Azizbek Toshtemirov skrinshot, audio va rasmlar bilan iddao qilayotgan gaplar haqiqatga to'g'ri kelmasligi va bir tomonlama talqin qilingani aytilgan. Mazkur holatlar bo'yicha vakolatli
huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qonunchilikda belgilangan tartibda tekshiruv va tergov harakatlari olib borilmoqda. Tekshiruv natijalariga ko'ra barcha holatlarga huquqiy baho beriladi. Qolaversa, Migratsiya agentligi davlat organlari va ularning mansabdor shaxslari faoliyatiga oid har qanday ma'lumotlar faqat rasmiy manbalar va ishonchli dalillarga asoslangan holda baholanishi lozimligini eslatib o'tgan. Ayrim internet resurslari orqali shaxsiy ma'lumotlarni tarqatish, sha'ni va qadr-qimmatga putur yetkazuvchi ma'lumotlarni e'lon qilish, shuningdek jamoatchilikni chalg'itishga qaratilgan harakatlarga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda choralar ko'riladi. Shuningdek, agentlik iddao qilingan holatlarni aniqlash bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlik qilinayotganini ham ma'lum qilgan. Migratsiya agentligi o'z faoliyatini ochiqlik, qonuniylik va javobgarlik tamoyillari asosida davom ettirmoqda hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan barcha holatlarga oydinlik kiritilishini ta'minlaydi. yoshli Azizbek Toshdemirov Andijon viloyatida tug'ilgan. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligida Koreyadagi vakolatxona rahbari lavozimida faoliyat olib borgan. 2025-yilning mart oyida turli qonunbuzarliklar uchun ishdan bo'shatilgan va firibgarlikda gumon qilinib xalqaro qidiruvga berilgan.